Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir-i Müyesser Ali İmran Suresi 154. ayet. Şakir pikemiz. Kep toxtab qolgan o'zini darsimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون صدق الله. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygurca tercümesi. G'amdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayt hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Alloh qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Bizga Alloh va'da qilgan g'alabadan nasibi bormi? deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ishida yushirishidi. Ular agar bizga g'alabadan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydik dedi. Ey Muhammad,
Aytqinki, agar sizlar o'ylaringda bo'lgan taqdirdami, oranglardagi o'ltirilishi putilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylarida berishidir. Allohning qazosidan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning bundoq qilishi konunglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Alloh ko'ngildagini yaxshilik bilsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tildirish ko'rindi. Alloh haqiqatan ularni afu qildi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, sizlarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yanimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ldirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh buni ularning dillarida hasrat qilsin, Alloh hasrat qilsin. Alloh tirildirdi va o'ldirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldirolmaydi. Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, agar sizlar Alloh yo'lida, ya'ni g'azotda o'ldirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ejinglar bilan o'lsanglar, sizlarga Alloh tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta. Ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Xo'sh. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بهم من هم وغم اطمئنانا وثقة في وعد الله وكان من أثره نعاس غشي طائفة منهم وهم أهل الإخلاص واليقين وطائفة أخرى أهمهم خلاص أنفسهم خاصة وضعفت عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم وأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن الإسلام لن تقوم له قائمة ولذلك تراهم نادمين على خروجهم يقول بعضهم لبعض هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال قل لهم أيها الرسول إن الأمر كله لله فهو الذي قدر خروجكم وما حدث لكم وهم يخفون في أنفسكم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروج من القتال يقولون لو كان لنا أدنى اختيار ما قتلنا هاهنا قل لهم إن الآجال بيد الله ولو كنتم في بيوتكم وقدر الله أنكم تموتون لخرج الذين كتب الله عليهم الموت إلى حيث يقتلون وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق وليميز الخبيث عن من الطيب
ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال والله عليم بما في صدور خلقه لا يخفى عليه شيء من أمورهم. Hoş. Ne geldi? Ee, anandınken Allah'ın rahmetin katardım boldu. Nimige müminler, halis müminler. Şunda ihlasman müminler Allah'ın rahmetinin katardım boldu. Nime? Şu oldu ki taşıldı. O Allah o müminlerin kalplerine ulargıçı gam ve hem ve endişe düşkenden keyin ularga qanday qildi Alloh subhanahu va taolo bir huzurlanishni va Parvardigorning va'dasi bo'lgan bir ishonchni tashladi. Va bu ularning qalbiga bu nima huzur va bir ishonchi tushganligining asrining qatorindir nuas bir xil mugdash ki o'rdi mugdash ulardan bo'lgan bir toifni bu müminlerden bo'lgan bir toifni mugdash o'rdi. Ular kimdi? Bu mugdash o'rg'onlar ixlosman egilari va jazmiyat egilaridir. Va yana bir toifa bo'lsa qayg'usaldi. U nima? O yana bir toifani o'zlarininki nafsini qutqizish va toifatun uxra ahammahum xalasu anfusihim xassa. Yana bir toifaki muhim qildi u toifani o'zlarining nafslarini qutqizish. Xususan biz o'zimizni qanday qutqiza olamiz? Bu mushriklar yana qaytadan urush ochimiz deb yursa, biz bu ilmdan qanday qutulmaymiz? Bu degan o'xshash yana ilmdan qo'rqib bular buning qayg'usi uchun ketdi. Bu yana bir toifa bunda qo'ldi deydi. Va ularning irodasini aytib ojizib ketdi shunday qilib. Ularcha o'z qayg'usi bilan, o'z nafslari bilan mashg'ul bo'lib ketdi bular. Öz parvardigoriga, parvardigorning dini va parvardigorning shu payg'ambariga har xil gumonlarni qilishdi. Yomon gumonlarni bo'ldi bular. Va gumon qildi ular. Nima deb? Bu cho'qim Allah bu o'zim bu payg'ambarning ishini bir boshqa ochmaydi. Bu bir tamomlamaydi. Bu ne bir boshqa ochqanmaydi degandek valayazbillah, mana shunday gumon bo'ldi. Va chuqur İslamiyetçi onunla resmi bir turib bir maydonga chiqolmaydi. İslam için bir to'g'chi tumaydi deganlikmiz. Yani İslamiyet turib maydonga kelmaydi. Valayazbillah. Yani mushning shish gumonlarni qildi. Mushu jihatdan ko'rsana ko'g'chi ashularni shu ikkinchi toifini o'z nafsining qayg'usi tushib ketgan o'z nafsini qandoq qilganda keyingi bu urushdan qutuldirishdan iborat mushning g'amida bo'lib ketganlarning o'zining bu urushga chiqib qolganligini pushaymon qilganligini ko'rsan endi chiqdik bu yerga biz bu yerda to'yida konuşmaymizmi o bu deb deydi ularning ba'zi shunday deb nima deb biz uchun agar bu urushga chiqish uchun bir ixtiyorlik bo'lgan bo'lsa-da biz ixtiyorlik azroq bir ixtiyorlik bo'lgan bo'lsa biz chiqmasdik bu yerga degandek degan ey Muhammad alayhissalatu vassalam ularga ishlarning hammasi Allohga xosdir. Alloh sizlarning uyinglardan mushu maydonga urush maydoniga chiqishni taqdir qilib bekitdi. Va sizlarga bo'lgan ishning o'zini ham bekitdi Alloh. Ular olsa öz konuda sana ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
Özün bu uruşuq chiqib qolganligidan iborat bu hasrat, nadomatni-chu oshkor qilmagan narsaning o'zini ularchu maxfiy qiladi o'z ko'nglida. Sana oshkor qilmagan narsani ular o'z ko'nglida maxfiy qiladi. U narsa nimadanki hasratni iborat bo'lgan narsa mush ko'nglida yushirgan narsa buni yushirdi ular o'z ko'nglida maxfiy qilgan narsani. Ular bu narsani sana oshkor qilmaydi ular. O nimadan desa ularninki mushu urushqa chiqib qolganlik qarta hasrat nadomatdan iborat bu narsani o'z ko'nglida yushirib buni sana demaydi. Deydi ular nima deb agar biz uchun bir ozgina ixtiyorlik bo'lgan bo'lsa edi-da biz bu yerda biz o'ltirilmagan bo'lardik deb degan Muhammad alayhissalom ashlar uchun chuqum ajal Allohning qo'lidan. Agar sizlarning uyingni tubi bo'lsanmi va Alloh subhanahu va taolo sizlarning o'lib ketishinglarni, o'lishinglarni Alloh taqdir qilib bitgan bo'lsa, albatta chiqatdi-da. Albatta chiqatdi. Alloh uning shu o'limni uning ustiga putib taqdiri qilgan kishilarcha ila haysu yuqtalun. Ay öldürülgen yeğenin özü takdir aşağı aparatta çıkarttı deydi. Elbette barattanızla elbette çıkarttı. Ulağa ölümni Allah takdir yazıvatkan kişiler öldürülgen yeğenin özü barattı ola çıkarttı. Bunda kılı sebep Allah subhanahu teala kımede aşını likillamçı sizlerinin konulduğu neslerini bir kata bir sınıf bakışın. Şeyh nipakni ibaret. Bu ahvalni sınab ko'rish uchun shunaqa qil dedi. Va sizlardagi chirkindilarni, maynatchiliklar, maynat odamlarning o'zini yaxshi, pok, solih odamlardan ayirish uchun va mu'minlarning ish kushi uchun munofiqlardan mu'minlarning ishini munofiqlardan bo'lgan mu'minlarning ishini insonlarga so'zlardagi va qilmish harakatdagi bu ahvolini mu'minlarning ahvolini munofiqlardan iborat bu insonlar uchun nima qilish uchun ko'rsatish uchun Alloh bilguchidir nimada o'zining maxluqotlarining ko'nglidagi narsani bilguchidir. U Allohga u maxluqotlarning ishlaridan bo'lgan hech qanday bir narsa yushirin qilmaydi. İnnellezîne ferru minkum ya ashab Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem anil qitali yevmel tekal mu'minune vel müşrikune fi gazvet Uhud. İnnemâ evqa'humuş şeytanu fi hâzez zenbi bi ba'di ma amilu minezzunûbi. Ve laqad tecavazallahu anhum felem yu'aqibhum. İnnallaha gafurun lil muznibine taibine. Halimun la yuacilu men asahu bil ukubeti. Hakikaten sizlarning ichinglardan ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның yarelleri, sahabeleri sizlarning ichinglardan qichib ketganlar. Bu urushdan qichib ketganlar. Qachon bu Uhud urushida mushriklar bilan mu'minlar ushqashgan mush vaqtimizda urushdan qochib ketganlar cho'qim paydo qildi ularga shayton tushidi cho'qim yoki tushidi ularni shayton mush gunoh tushirib qo'ydi. Nima uchun? Ba'zi ular qilib qolgan gunoh sababli. Allah ulardan bu qilyapti, o'tyapti. Allah uni jazolamadi. Hakikaten Allah tövbe qiluvchi, gunoh qilib qoluvchi bandalarni mag'firat qiluvchidir. Mehribondir. O'ziga qarshi chiqqan kishining o'zincha jazolashga oldirib ketmaydi. Ya eyyuhallazina saddaqulloha va rasulahu va amilu bi shar'ihi la tushabihul kafirinallazina la yu'minuna bi rabbihim فهم يقولون لإخوانهم من أهل الكفر
إذا خرجوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قتلوا لو لم يخرج هؤلاء ولم يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا القول يزيدهم ألما وحزنا وحسرة تستقر في قلوبهم أما المؤمنون فإنهم يعملون أن ذلك بقدر الله فيهدي الله قلوبهم ويخفف عنهم المصيبة والله يحيي من قدر له الحياة وإن كان مسافرا أو غازيا ويميت ويميت من انتهى أجله وإن كان مقيما والله بكل ما تعملونه بصير فيجازيكم به. Ey Allah tasdiq Allah. Allah'ın peygamberge hem tasdiq Allah. O Allah'ın şeriatiga layık amel qilganlar. Sizlar Parvardigorga ishonmagan ahli kufrlarga o'xshab qolmanglar. U ahli kufrlar o'zinki yana kufr ahlidan bo'lgan o'zini qarindoshlari shundoq nima degan? Ular shuna degandi deydi. Ular qachon chiqsa ular altik izlaydi. Allohning zaminida qachon chiqsa izlaydi ular Allohning zaminida o'zlarininki hayoti, maosh, yasham haqida chiqqan bo'lsa yoki bo'lsa ular urushchi, g'azi urushchilar bilan birga bo'lgan bo'lsa, anandan keyin famatu aw qutilu. Ular o'ladi ya o'ltiriladi. Eğer ular chiqmasaydi, urushmasaydi, bizlar birga o'shada yashagan bo'lsa, bizdan chiq, o'shalar bizlar birga tug'an bo'lsa, ular o'lmasdi yoki o'ltirilmasdi. Minada deydi. Bu qil ularga, bularning bu sizcha ularga texima bir xil hasrat, bir alam va qayg'uni olib keladi, qayg'uni oshiradi dedi. Ki muqimlashgan, o'rnagan bu alam, huzn, hasrat ularning qalbiga urilashgan. Teximi bu yana alam va huzn va hasratni oshiradi deydi. Qaysi ularning ashuzi, ular chiqmagan bo'lsa, bizlar bilan tug'an bo'lsa ya o'lmagan bo'ladi yoki o'ldirilmagan bo'ladi degan so'zi. Ammo mu'minlar kelsak, mu'minlar olsa cho'qim ular biladi. Nimani biladi? Cho'qim osh ish Allohning taqdirlarini ekanligini biladi. Alloh ularning qalbini to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi. Ulardan bu xil musibat, bu xafalikni yengillatdi Alloh subhanahu wa taolo. Vallahu yuhyi men qaddara lahul haya. Allah yaşlıdı. Onun şunca yaşaşını takdir kılan kişinin özünü yaşlıdı. Gerçi bu adam musafir olsun ya ki uruş kılıç olsun, uruş meydanda olsun. Allah bunun ölmeyi, yaşap kalışını takdir kılan olsa yaşlıdı onu cennet may. Ve Allah öldürdü. Onun ecel tükeyen kişinin özünü öldürdü. Gerçi bu mukim bulup, şu öyün talağa çıkmay. Ya ki özünün şu mehali köylerine ayrılmay. Aşağı tutsun Allah onu için cennet aladı. Allah sizler kılgan işlerinin hemmini körüp doğusudur ve sizlerin şu kılgan işlerine karta yaxşılık ve yaman mukafat ve ceza vermektedir. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمْ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُّمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ لَيَغْفِرَنَّ اللّٰهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَيَرْحَمَنَّكُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَتَفُوزُونَ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَذَٰلِكَ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا يَجْمَعُهُ أَهْلُهَا. Eğer öldürülsen ay müminler,
Va sizlar olsanlar Allah yo'lida shu jihad qilyapsizlar. Yoki o'ldirilmay o'zingni o'libsizlar. Mushu urush orlig'ida. O'z ijrolardan o'libsizlar. U vaqtda Alloh subhanahu va taolo sizlarning barliq gunohlaringni hammacha mag'firat qiladi. Va sizlarga o'z fazlidan mehribonlik qiladi va rahmat qiladi. U vaqt sizlar jannat naim ne'matninki ne'matlan bezalgan, ne'matlan to'shaq bo'lgan, ko'ngil orzusi loyiq, rohat bo'lgan mush jannatlar bilan o'z maqsadingizga yetishsizlar. Buning o'zi butun dunyodanmi yaxshi? Va o dunyo ahli ini to'plagan narsaning o'zidanmi yaxshi deydi. Xo'sh. Endi bundan va taifetun qad ahammatum. Ba'zi bir balag'iy so'zlar qoidaga aloqador bo'lgan bo'lsa, bunun jiq nim qilamidimi, bayqilamidimi? Jiq yo'qdek qilamdi, men bayqishimcha. Va taifetun qad ahammatum. Bu taifeden maksat kim olsa munafiqlar taifesi bundan. Haydi, paydamda. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون ظن الجاهلية بنالك جناس ناقص بنالك تدخل عرفتن ترتيبه عرفتن ki nimsi neki kelimenin harfleri tertibi onun için şekli o böyle tutkulnas bu tuluk bu başka bu canas nakıs değildi de ekremiz bil ortakımız bir bolsa canas nim deydik tam deydik onun eks olsa o tutnarsın kays birisi eğer bulmaya kap kalsa canas nakıs olmakçı. Hoş. Bir yerden yakuluna hellena ki bu hel nepi mende de. يقولون لا لنا من الأمر من شيء يعني ما لنا من الأمر من شيء diyendek bir yerdeki hel la manist. Ve darabu fil ardın darabu fil ardın haraju lil asbari vel hurubi. Yani ida darabu fil ardı yani huzi sefer kılış için yani uruş cihat için öyle çıksa diyendek ben de darabu fil ardı haraju men. Xo'sh, darsimizniki davomi Alloh xolisa ayat bo'lgan bo'ladi. Bugun mana shularni kifoyalamiz. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin.